Agar sun'iy intellekt shifokor bo'lganda, unga ishonarmidingiz? Keling, sinab ko'ramiz. Men oddiy simptomlarni kiritaman. Bosh og'rishi, ko'ngil aynishi va holsizlik. Sun'iy intellekt bo'lsa shunday javob beradi. Bu migren bo'lishi mumkin. Juda tez va aniq ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin bu tashxis to'liqmi? Aynan shu simptomlar bilan haqiqiy shifokorga borsangizchi? U shunday deydi. Bu migren bo'lishi mumkin, lekin qon bosimini ham tekshirish kerak. Ha, demak sun'iy intellekt tezkor javob beradi, ammo shifokor chuqurroq tekshiradi. Sun'iy intellekt shifokorining afzalliklari: tezkor, 24/7 mavjud, ko'p ma'lumotni tahlil qiladi. Kamchiliklari: insoniy tajriba yo'q, hissiyotlarni tushunmaydi, xatolik xavfi bor. Demak, sun'iy intellekt shifokor bo'lishi mumkin, lekin u haqiqiy shifokorning o'rnini bosa olmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling.